Menimcha уже hammanglar bildinglar, bu safar qaysi makiyaj yutganini. Nozi Shine. Wasn't Shine tashlagan makiyajlarni bugun повторить ko'ramiz. Lablarini ko'rdinglarmi? Judayam sochli ekan, shuning uchun ba'zan sura olamiz makiyaj qilishdan oldin. Men примерно shunga o'xshash makiyaj qilganman. Ya'ni yulduzchalar chizganman. Bu safar qanaqa chiqadi bilmadim. Qoshlari dugoобразный ekan, shuning uchun qoshimga ham ozgina forma berib olamiz. Menda moviy ranglar ko'p, lekin именно shunaqa moviy rang yo'q ekan. Hozir nimadir qilib oq highlighterlar bilan chiqarishga harakat qilaman. Men, kстати, Koreyadan yangi tellar zakaz qilib qo'ydim. Koreyada chunki arzon. 2 haftalarda уже kelish kerak. Yana zo'r makiyajlar qilamiz. Bunga bundoq qilib liniya chizishim kerak, lekin menda eng ingichka kis shu. Yulduz chizamiz. Bu yog'iga bitta katta va bu yog'iga sal kichikroqdan chizamiz. Tegazgina o'xshamay qoldi. Endi kokting bilan ustini obvodить qilamiz. Gunimcha kech bo'lib ketdi, no proses o'zimga juda ham yoqdi. Bu makiyaj tashlagan Nozi Shine'ga kattakon rahmat. Keyingi makiyaj qaysi bo'lsin qizlar? Sal qiyinroq, challenge'li makiyajlar tashinglarchi. Eng ko'p like yiqqan makiyajni men qo'ldan kelgancha batayib ko'raman.